Hukumat şaraitim ağırıp kaldı. Birinci satışga majburlayapman. Ilojim yetmayapti akalar. 6 oydan beri yuguraman. Mana shu rakib kasalini aniqladi, operatsiya qilamiz dedi. Shunga kuchim yetmayapti akajonlar, bir yordam qilingizlar. O'zim grisham bor, 2 yildan beri ishlayolmayman chap tarafimdan. Ilojim yo'qdan majburlikdan shu yetib keldim akalar. Iltimos yordam qilib beringizlar. Xudo qaytaradi sizlarga inshaalloh. Shu farzandingiz necha yildan beri mana shu dard bilan kurashib kelyapti? O'zi Modarzoda tug'ma ko'zi 20 yosh ko'rmaydi deb invalid olib kelamiz. Lekin bu kasalga 6 oy oldin yo'liqdi. Bu yoqqa yugurdik, bu yoqqa yugurdik, bo'lmadi. Faqat qon qusadi. Qon qusadi. Keyin shu yerga keldik, aytdiki, tomografiya qildi, chap tarafi chirigan dedi. Ochib ko'ramiz, mumkin olib tashlaymiz, mumkin kesib tashlaymiz dedi. Shu sharoitim shunday ekan, majburlandan keyin olib shuni davolatishgan. Siz aka qaysi noyadan bilasiz? Men Shahartuzdan. Shahartuzdan. İltimos akajonlar, opajonlar. Mana shu ukamizni ko'rib turibsizlar, do'stlar. Sizlardan iltimos bema'ni kliplarga like qo'yasizlar-ku. Mana shu insonni ham padishah qilaylik. Ota-onasiga yordamchi bo'lsin. Iltimos sizlardan do'stlarim, akajonlarim, opajonlarim. Mana shu insonga yordam beraylik. Qo'limizni cho'zaylik akajonlarim. Iltimos sizlardan. Mana shu akamiz o'zi karta raqamlarini qo'ydi. Farzandi uchun qarang, qani otalar borki jon beryapti farzandlari uchun. O'ylarini ham sotishga, bir farzandim davolansin deb mana shu o'ylarini ham sotyapti shu inson. Harakat qilyaptiki, farzandim yaxshi bo'lsin deyapti. Iltimos akajonlar, sizlardan iltimos so'rayman. Bema'ni kliplarga faqat like qo'yasizlar-ku akajon. Opajonim, iltimos shu insonni ham qo'limizdan kelgancha yordamlik qilaylik akajonlarim. Iltimos